Qo'shko'pir tumani, Esenboy ko'cha, bu ham tarafimizda Urganch yo'ldagi Ko'na parkning darvozasi. Bu yerda sog'lom ovqatlanish bo'yicha shuningdek o'quv kurslarini akamiz ochibdi. Nasibadan hozir Nasiba akamiz sizlarga ma'lumot berib o'tadi. Eshitamiz diqqat bilan. Assalomu alaykum hammaga. Men adim Nasiba, yoshim 37 da sog'lomlanish markazida wellness konsultant bo'laman. Barcha ayollarimizni sog'lom go'zallashtirish bo'yicha professional darajada bitanya bilan birga shug'ullanaman. Erkaklarimiz bilan ham onlayn orqali shug'ullanamiz. Hammangizga tavsiya qilib qolaman. Faqat biz agirbalak mahsulotlar bilan birgalikda sog'lom natija chiqarib beramiz. Shu yerga kelsangizlar, akam o'zi tushuntiradi. Erkak, o'g'il farqi yo'q. Xalosazlar, ariqlajak bo'lsangiz yoki samirjak bo'lsangiz, sog'lom samirish va sog'lom. Ana, shu yerni akamdan so'rab olsangizlar bo'ladi. O'quv jarayonlari davomida o'rganib oldim. Tajribaga egaman. O'zimning natijam -29 kg. 7 yilda men bir xil vesga aylantirman.